Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz ko'z salomatligi. Agar ko'zingizni zo'riqtirmay desangiz, quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Kuniga yetarli miqdorda suv iching, kamida 6-8 stakan. Iloji boricha ko'proq bargli sabzavotlar, rezavor va mevalar iste'mol qiling. Ko'zlaringizni ishqalamang. Bu noxush alomatlarni yanada kuchaytiradi. Kitob o'qiyotganda, televizor ko'rayotganda yoki kompyuterda ishlayotganda iloji boricha ko'zlaringizni ko'proq pirpirating. Ko'chada oddiy linzali ko'zoynak taqing. Shunda ko'zlar qichishmaydi. Umr bo'yi ko'rish qobiliyatingiz yaxshi bo'lishini xohlasangiz, salomatlikka e'tiborli bo'ling. Albatta, gigiyenaga rioya qiling. Ko'zlarni ishqalamang, ayniqsa iflos qo'llar bilan. Cho'milishga mo'ljallangan suv havzalarida maxsus ko'zoynaklardan foydalaning. Ochiq hovuzdagi suvga ko'zlarni yuvmang. Ko'z kasalliklari orasida infeksion yallig'lanish birinchi o'rinda turadi. Ko'zlarni zo'riqtirib yubormang. Ishda har bir soatda dam oling va maxsus gimnastik mashqlarni bajaring. Yoki shunchaki ko'zlarni yumib o'tiring. Ishxonadagi tavsiya etilgan qoidalarga ham amal qiling. Kompyuter monitorigacha bo'lgan masofa ham, xonadagi yorug'lik ham muhim ahamiyatga ega. To'yib uxlashga harakat qiling. Stresslardan uzoqroq yuring va albatta sportga alohida vaqt ajrating. 40 yoshdan oshgach yiliga bir marta ko'z ichi bosimini tekshirtiring. Bu glaukoma singari og'ir kasalliklar rivojlanishining oldini oladi. Qandli diabet bilan og'riganlar qondagi glukoza miqdorini yaxshilab nazorat qilishlari darkor. Diabetning og'ir asoratlaridan biri retinopatiya hisoblanib, u to'r pardaga zarar yetkazadi. Ovqatlanishga e'tiborli bo'ling. Bo'kib yeyish va qat'iy parhezlar nafaqat ko'zga, balki butun organizmga zararlidir. Arterial bosimni diqqat bilan kuzating. Tomirlardagi har qanday buzilish ko'z holatiga eng avvalo to'r pardaga salbiy ta'sir ko'rsatadi.